Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kimyoviy texnologiyalar fakulteti yengil sanoat texnologiya jihozlari kafedrasida bugungi kunda yengil sanoat muhandisligi bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha talabalar tayyorlanmoqda. Bu yo'nalish o'z navbatida bir necha guruhlarga bo'linadi. Tabiiy tollarni dastlabki ishlash, yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari, yigirish texnologiyasi, to'quvchilik texnologiyasi kabi mutaxassisliklar o'z ichiga oladi. Qabul kvotamiz 70 ta o'ringa mo'ljallangan bo'lib, shundan 25 tasi grant, qolganlari kontrakt asosida. Bu sohani viloyatimizda yangi rivojlanayotgan soha bo'lib, juda ko'plab ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Bugungi kunda viloyatimizda 50 ga yaqin yengil sanoat sohasida korxonalar ishlab turibdi. Bizni bitiruvchilarimiz ish bilan ta'minlashda hech qanday muammo bo'lmaydi. Shu bilan birga biz bu yildan dual ta'limni yo'lga qo'ymoqdamiz. Bu dual ta'limda qanday amalga oshadi? Talabalar bir vaqt o'zida ham ta'lim oladi, ham korxonada amaliy bilimlarini mustahkamlab boradi. Shu bilan birga amaliyotlarni pulli o'tash imkoniyati bor. Bir vaqt o'zida ham amaliyot o'taydi, ham ular oylik bilan ta'minlangan amaliyotni o'tab boradilar. 2025 o'quv yilidan boshlab ikkita yo'nalish bo'yicha qabul rejalashtirilgan. Bu birinchisi yengil sanoat muhandisligi bo'lsa, ikkinchisi materialshunoslik yo'nalishi. Bu yerda yengil sanoat sohasidagi materialshunoslik sohasiga kadrlar tayyorlanadi. Yengil sanoat texnologiya jihozlari kafedrasi talabalari viloyatimizning ko'zga ko'ringan yetakchi yengil sanoat korxonalari, jumladan Ustex Group, Baxmal Group, Artatex, Sifrans Xorazm kabi bir qancha korxonalarda o'tamoqdalar.